Shundoq Ilon-ota masjididan kirib kelaverishinglarda eski avtoshkolani orqasida 2 xonali kvartira 67500 ga. Bismillah. Mana eshiklar. Mana koridor, remontlari bitgan. Kiraverishda o'ng qo'lda mana hojatxonasi. Ikkinchi eshikda mana vannasi alohida. Kafillar bo'lgan, kir mashinalar qoladi. Koridordan kirib kelaveramiz va Euro remont zalimiz boshlanadi. Mebellarimiz qoladi shu yerda. Zalimizning mana bu tarafdan ko'rinishi, kimga shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, profildagi raqamlarga aloqaga chiqaveringlar. Koridordan zalga kirib chap qo'limizda spalni xonasi. Spalnida ham mana mebellari bor, tayyor. Mana spalnimiz ham bu tarafdan ko'rinishi. Uyimizning narxi $67500. Kimga shunaqa uylar kerak bo'lsa, past egalarining nomerini qoldiramiz, bemalol aloqaga chiqib kelishib olaverasizlar. Zaldan keyin mana balkon boshlanadi. Shunaqa narxda uy qidirayotgan tanishlaringizga videoni o'chirib yuboring. Oshxonamiz bu tarafdan ko'rinishi. Sog' salomat bo'ling.